Yaxshilab ahamiyat beringlar. Mana 3-etajda akamiz o'zlari uchun mana shu yerga bitta eshik qo'yishgan ekan. Bu ikkita kvartiramizni ko'rsatyapmiz. Bittasi 58 kvadrat, bittasi 72 kvadrat. 72 kvadratga kiryapmiz. Xohlanglar отдельный olinglar, xohlasanglar bitta qilib olinglar ikkalasini. Umumiy sanuzilda hamma yoq bor. Mana aristonlar qoladi. Hamma yoqda olib chiqib ketadi. Akamizning o'zi aytayapti, shu konditsioner bilan ariston nimalar qoladi deyapti. Yana bir o'zlaring uchun ko'rib kelib bitta tanishib o'tasizlar. Yaxshi joydan, lokatsiyasi ham mana qaranglar, chiroyli qilib qo'yishgan. Bu 72 kvadratli kvartiramizni obzori ketyapti. Ayrim bir jihozlarga ahamiyat bermaysizlar, chunki yig'ishtirib o'zi ko'chishga harakat. Baxt sotuvga qo'ygani hisobiga mana. Keyingina kattagina uylari, mana xonalari. Qaranglar yaxshilab mana. Bu tomonda kuxnya uchun hamma yoqda qilib qo'yishibdi. Ayrim bir xato nuqsonlar bo'lsa, uzr so'rayman oldindan. O'zlaring mana pastdagi raqamlarga telefon qilib yana bir so'rab, kelib ko'rib olganlaring yaxshi. Mana bu 72 kvadrat kvartiramizni tanishtirib o'tdim. Yana qaytaryapman, xohlasanglar bittasini olinglar, xohlasanglar ikkalasini bitta qilib olinglar. Bu 72 kvadratli kvartiramizning narxiga kelsak, $33.500 qilib qo'ydik. Ya'ni tushadigan, talashadigan joyi bor. 58 kvadratga kiryapmiz. Mana qanaqa chiroyli qilib qo'yishibdi hamma yoq. Mana kuxnya qilishibdi. Gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q. Bu 58 kvadrat. Konditsionerlar mana qoladi. Bu yerda mehmonxonasi, yana nima qilib qo'yishibdi bu yerda. Paravoy isitish tizimlari gap yo'q. Yashab turgan uy. Kamchiligi yo'q, xudo xolisa. Bu tomonda mana spalnisi. Yana qaytadan aytyapman, aka bu joylarda yig'ishtiryapti. Mo'laga ahamiyat bermaysizlar. Ko'chib ketish uchun yig'ishtirib turgan joyda video qilyapmiz. Umumiy sanuzilda mana. Hamma yoqda olib ketishadi. Konditsioner, aristonlar qolar ekan. Yaxshilab ko'ringlar. Ko'rsatyapman mana. Bu 58 kvadratli kvartiramiz. Spalni bu tomonida mehmonxona, balkoni bor. Bu tomonda kuxnya, koridor. Bu 58 kvadratdan iborat bo'lgan kvartiramizning narxiga kelsa, $29.500 qilib qo'ydik. Yana tushadigan, talashadigan joyi bor. Farg'ona shahri, industrialni, Shodiyona, Mafayadan ko'rsatyapmiz. Ulgurib qolinglar, yaxshi narx. Betini zo'r qilib qo'yishibdi-da, mana qaranglar. Xohlasanglar bir kishi olib turib, misol bir kishi olib turib, nima qilsam, yerdan bitta eshigi bor. Bu tomonda srazi ikkita kvartira.